Azizlarim, mehribonlarim, bu hayotda yashab yuribmizki, har birimizning qalbimizda, hayotimizda muhim o'rin egallaydigan insonlarimiz bor. Ular bilan hayot go'zal, yashash maroqli. Doim mana shu mehribon insonlarimiz baxtimizga omon bo'lsinlar. Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlarim. Bugungi kun barchangizga muborak bo'lsin. Ayni damda tinglab turganingiz Dil izhorim tabrik loyihasi va men boshlovchingiz Gulirano. Biz hozir navbatdagi baxtli insonimizning ko'ngillarini xushnud etmoqlikni niyat qildik. Zero sizning shodligingiz bizning quvonchimizdir. Qani ketdik azizlarim, bizdan uzoqlashmang. Haq kalomi hamisha tilda. Shunday yuzi yorug'dir elda, Makkatillo ishqi bor dilda. Baytingni bir ko'rsat otamga. Nasib etsin ulug' saodat, sharaf birla aytmoq shahodat. Haramingdan qilmoq ibodat, baytingni bir ko'rsat otamga. Hikmati bisyor hamdu sanoda, baxtiyordir yeru samoda, shaytonga tosh otsin minoda. Baytingni bir ko'rsat otamga. Ketsin dildan tashvish-u g'ubor, topib o'tgan umridan iqbol. O'psin hajar asvadin bir bor, baytingni bir ko'rsat otamga. Har mo'minga aylagin ravo, dilda iymon, sadoqat, vafo, say aylasin marva-yu safo. Baytingni bir ko'rsat otamga. 70 yillik armonlar o'lsin, yuragiga quvonchlar to'lsin, hech bo'lmasa umrada bo'lsin. Baytingni bir ko'rsat otamga. Madoridan qolmasdan avval, farishtang jon olmasdan avval, huzuringga bormasdan avval, baytingni bir ko'rsat otamga. Har bir farzandga ota-onalarni Baytullohga olib borishdek baxt nasib etsin. Ota-onalarimiz baxtlarimizga doim sog' va omon bo'lishsin. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Shermamatov Norbek otajonimiz bilan bog'landikmi? Ha, Otajon, sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? yo'q. Sizni yaqinlarimga Dil izhorim loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Birozgina qimmatli vaqtingizni biz uchun ajrata olasizmi? Mayli. Mayli. Rahmat. Otajon, sizni bugungi Allohimga banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shukrona ayyomingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat, salomat bo'ling. Ilohim umringiz uzoq, tani joningiz sog'u salomat bo'lsin. Yaqinlaringiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz baxtiga doimo sog' va omon bo'ling. Allohim ato etgan umrni chiroyli, mazmunli ibodatlarga, savoblarga boy tarzda o'tkazishingizni tilab qolamiz. Rahmat. Allohim uyingizga nur, qalbingizga huzur, oilangizga baxt, o'rningizga taxt, ishingizga omad, qo'lingizga daromad, yaqinlaringizga quvonch hamda bir-biringizga ishonch ato etsin. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Otajon, shu o'rinda bir savol bilan yuzlanmoqchiman sizga. Ushbu tabriknomalar muallifi kim bo'lishi mumkin? Qaysi mehribonlaringiz bo'lishi mumkin? Qo'shni aytolmayman. Nima bo'lish kerak, ne beraman? Albatta. Yo'llarim. Keling, unda sizni qiynamasdan o'zim aytib o'taman bu mehribonlaringizni. Ha, O'g'lingiz Yusufjon aka, keliningiz Xolidaxon yanga hamda nabiralaringiz nomidan sizni otajonimiz yuzlar bilan yuzlashib yursinlar, baxtimizga sog'-omon bo'lsinlar. Onam bilan qo'sha qarisinlar, boshimizdagi tojimiz bo'lib yursinlar. Ilohim hoji ota, hoji onalar qilishlik bizga nasib etsin deya chiroyli she'rlar yo'llab qolganlar. O'qib eshittirsak maylimi? mayli. Rahmat. Rahmat. Yiqilsam qo'limdan tutolgan otam, dardan yutolgan ichiga otam, eng qiyin kunida ham jilmayib menga borini baxshida etolgan otam. Armonlar sochiga qo'ndi oq bo'lib, qoldi dil ming alam hasratga to'lib, tashvishin aytmasdan har kuni kulib, borini baxshida etolgan otam. Bolam deb hech qachon bilmaydi tinim, shu sabab shodlikda o'tar har kunim, ketsa ham eng yaqin do'sti yor inim.
borini baxshida etolgan otam deya sizga ushbu dilnomalarni yo'llab qolganlar. Rahmat, salomat bo'lsin. Sizlar yoshlarga kirib o'tsin. Keyin bilan qo'shcha qarsin, bolalar hazilni ko'rsin. Ularga bosh qo'shib yuraylik. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Hozirda audio qo'ng'irog'imiz esdalik sifatida yozib olmoqda otajon. Chiroyli duolaringiz ila siylab qo'ysangiz farzandlaringizni mahraman. Ha. Amin. Mana shu kelimiz, nevaralarimiz, kelimiz bilan qo'limiz qo'shcha qarsin. Nevaralarimiz sog' salomat yursin, yolg'iz tinch bo'lsin, osmonning shabbat bo'lsin. Mana kelayotgan Qur'on hayit namoz bilan hammani chin ko'ngildan tabriklaymiz. Yoshlarimiz, bizlar yoshlarga kirib yurganlar, hammani sog' salomat qilib yursinlar. Qo'shcha qarzlar. Katta rahmat otajon, chiroyli duolaringiz hamda bizga ajratgan qimmatli vaqtingiz uchun. Sizni biroz bo'lsa-da xursand qila olgan bo'lsak, biz ham niyatimizga yetdik. Rahmat, salomat. Tavallud ayyomlarini oila davrasida yaqinlar qurshovida xush kayfiyatda o'tkazing. O'zingizni ehtiyot qiling. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Sog' salomat bo'ling. So'zim boshi bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Armon belim sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Shu o'y tark etmas meni, bu fursat kutmas meni. Tavof qilib Makkani onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, yelka qo'llarim quchib, kaftida zamzam ichib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman.